alimentni ozroq to'lash uchun oyligi past ishlarga kirib olishyapti ba'zi yigitlar. Nima deyish shunga? Ular eng pastkash erkaklar ular. Jamiyat uchun, oilasi uchun, millat uchun eng pastkash insonlar. Nimaga bilasizmi? O'zi savolingiz noto'g'ri. Agar u aliment past to'layotgan emas, agar aliment to'lashlik darajasiga kelgan bo'lsa, bu erkak yaxshi inson emas. Nima bo'lgan taqdirda ham. Chunki erkak kishi bolani yetim qoldirmaydi. Gapni lo'ndasi. Pushti kamaridan bo'lgan, o'zini vujudidan chiqqan bolani yetim qilib qoldirib qo'yapti. Bu erkak yaxshi inson emas. Nima yaxshilik kutish kerak? Sabab nima bo'lishidan qat'iy nazar aka? Farzand ko'p. Endi qarang. Aliment to'lash uchun hozir shekil olyapti deyapsiz. Nima maqsad? Kamroq pul berish. Pastkash bu. Bolasi uchun qizg'anyapti bo'lsa. Bitta narsani bilib oling, rizq buni qo'lida bas. U bolani aliment bersa ham, bermasa ham xudo rizqini bitib qo'ygan. Lekin bu yerda bitta sababiyat degan narsa bor. Bu inson qanchalik uni rizqini kamroq berishlik uchun harakat qilyaptimi, Xudo bu tomondan bu bandani ham rizqini kesib qo'yadi. Chunki harakati shu-da. Maqsadi shu, kamaytirish. Bu banda ekan. Adolatli zotni bandasi biz. Avvalo ajrashmaslik kerak. Pushti kamardan bo'lgan farzandini ko'chada qoldirib qo'ygan erkakda yaxshilik yo'q. Bo'p turib shunaqa qilyapgan bo'lsa pastkash erkaklar, boshqa gap yo'q. Oila tinch bo'lishi uchun erkak kishi aytadigan bitta so'z va ayol kishi aytadigan bitta so'z. Shuni aytsangiz. Oila tinch yashashligi uchun ayol kishi xo'p bo'ladini o'ziga lozim. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Erkak kishi uchun oilada ayol kishi xo'p bo'ladi deyaptimi? Bo'ldi. U oila uzoqqa boradi. Baxtli yashaydi. Erkak kishi uchun onajonisi men sizni yaxshi ko'raman. Mana shu ikkita so'z erkak kishi bilan ayol kishini bog'laydigan narsa. Erkak kishi to'g'ri gapiradi, nohaq gapiradi, ayol kishidan xo'p bo'ladini o'ziga lozim tutsin. Ayol kishi uchun bilasizmi, ziynatlarning eng yaxshisi xo'p bo'ladi degan so'z. Pardoz-andoz, makiyaj bu narsalar ikkinchi daraja. Ayol kishini nima go'zal ko'rsatadi desa, xo'p bo'ladi degan shirin so'zi. Erkak kishini nima ko'rsatadi desa, mehri. Boya aytganimdek, onajonisi sizni yaxshi ko'radi. Sunnat amallar ko'p. Ayoliga sevgi izhor qilish ham sunnat. Buni ba'zi birlar bilmaydi. Sevgi izhor qilishni ham bilmaydi ba'zi bir erkaklar. Oila qurayotgan yoki oilasida muammoli vaziyatlarga ko'p uchrayotgan odamlar yaxshi savol berdingiz. Mana shu ikkita so'zni o'ziga lozim tutsa, kalit so'zini olsa, bo'ldi. Hamma muammoli qulflarni yechadi shu kabi. Yigitlar xotin tanlayotganda zo'r tavsiya bor. Chiroylisini tanlasin, boyini tanlasin, nasl nasabi tozasini va taqvolisidan tanlasin. Shu to'rala sifat, beshala sifatdan bittasini tanlasin, najotga erishadi. Oilasi zo'r bo'ladi. Endi qizlar agar o'ziga juft halol er tanlayotganda bitta narsani tanlasin. U ham bo'lsa Xudodan qo'rqadigan erkak topsin. Mana shunda oilasi yaxshi bo'ladi. Erkak kishiga shans ko'p ayol tanlayotganda. Chiroylisini tanlasin, boyini tanlasin, taqvolisini tanlasin, nasl nasabi tozasini tanlasin. Ular ichida eng yaxshisi kim? Taqvolis. Bittasini tanlasin. Lekin qizlarda mas'uliyat kuchliki, ularda tanlov bitta. U ham bo'lsa Xudodan qo'rqadigan erkak tanlasin. Shunaqasini topsin. Erkak kishi bilasizmi oilada? Ona bilan xotinning o'rtasida rol o'ynaydigan paytlari kelib qoladi. Teatrga o'xshab. Onani ham xafa qilmaslik kerak, xotinni ham xafa qilmaslik kerak. Buni ikkalasini barobar olib ketish uchun nima kerak? Farosat kerak-da yigitlarda. Endi 18, 19, 20 ga kirayotgan, uylanib olayotgan bolalarda shu farosat bormi hozir? Yo'q. Ular bitta narsani biladi, spalniyni biladi xolos. Uzr, men qo'pol qilib aytyapman, lekin haqiqatan shu. To'g'ri, u tomonni do'ndirayotgan bo'lishi mumkin. Lekin oiladagi bir xillik intizomini, tarozini, pallasini teng ushalgani yo'q. Mana shuning uchun ham ajrim ko'payib ketyapti. Ajrimlarni ko'ring, nima uchun biz ota-bobolarimiz ajrashmagan? Bir-birini chimildiqda ko'rgan. Yashab ketgan u 8 ta 9 ta farzandi bo'lgan. Nimaga bugun 6 oila, 7 oila 1 yillar bir-birini uchrashib yurib, tanib turib, uylanib 1 yilga bormayapti? Erkaklar mas'uliyatsiz, tajribasiz. Bilmaydi oila deganda o'sha yigitni boshida, o'sha odamning farosatida, miyasini ichida oila deganda nima tasavvur qilinishligini o'zi bilmaydi. Ko'ringlar mana hayot. Ajrimlar nimadan kelib chiqayotgan? Yigitlarni bilasizmi, erta uylandi dedik.
Nima bo'ldi oqibatda? Erta uylanmagan yigitlarning oqibati. Yosh bo'lib turib uylanmaganlar. Hali aqli, farosati, oila boqishga yetmagan bolachalarni, yigitchalarni erta kunda uylanib qo'yishyapti. Uni jabri yosh go'daylar erta kunda yetim bo'lib qolyapti. Uylanishda ham chegarasi bor. Uylanishlik degani er-xotinchilik, spanli bas. Spanliga aql yetdi degani bu uylanishga qodir bo'ldi degani bas. Oilada boshqarilishi kerak bo'lgan ba'zi bir intizomlar bor. Oilada erkak kishi ulug'lanmagungacha u oila uzoqqa bormaydi. Ana shuni ayollar yaxshi bilsin. Qaysi oila muammo bo'layotgan bo'lsa, ajrim yoqasiga kelgan bo'lsa, biling, o'sha uyda erkak kishi ulug'lanmagan. Erkak kishining haqqi o'z o'rniga qo'yilmagan. Qanaqa haq? Mehr muhabbat boshqa bas. Tom ma'noda erkak deb qaralmagan o'sha erkakga. Erkak o'zi ham erkak bo'lishi kerak edi. Yo'q, to'g'ri. Tezalay bo'lsa ham u erkakda aka. Er deb qo'ygan, Xudo aytgan. Chunki nikohiga olayotganda qabul qildim degan. Ayol kishi baxshida qildim. Bo'ldi, mana shu yerda his qilsin. Ayol kishi nima deganiga qarasin. Baxshida qildim deydi. Bo'ldi, topshir o'zing. Erkak kam pul topadimi? Qarza kirib ketganmi? Yomon yo'lga kirib ketyaptimi? Sen Xudodan so'ra. Chunki u seni qabul qilgan. Tushundingizmi nima demoqchiligim? Nima bo'lgan taqdirda ham erkak kishi ulug'lanmadimi? Erkak o'rniga qo'yilmadimi? U oila uzoqqa bormaydi. Bormagan ham bundan keyin ham ajrimlarda hammasini mana shuncha qilib sababiyatini to'plasangiz ham xulosa o'rnida bitta gap chiqadi. Erkak kishi ulug'lanmagan. Erkak o'z joyiga qo'yilmagan. Bir erkak buzuq ayolni oldiga boribdi, zino qilgan. Dam olib kelaman deb boribdi-da, eshigini taqillatibdi. Keyin hayoldan bir narsa o'tibdi. Eshik tagida. Ha. Qanday xotinim bor, guldek xotinim bor, mehri bor. Ko'rsa ko'rgildek. Xudo bir menga shu xotinni ne'mat qilib bergan debdi. Haligi joyda haligi buzuq niyatidan qaytib, uyga qaytibdi. Uyga qaytib, uyga kirsa, xotini rangi oqarib o'tirgan edi. Nima bo'ldi desa, siz ketdingiz, bir erkak rosa taqillatdi, ichib olgan ekan. Eshik yoniga ham borgani qo'rqdim, hattoki. Zino qaytyapti hozir-a? Bittada qaytadi zino. Bu ko'ngil xushlik qilib yurgan erkaklar, boshqalar xavotir olmas. Bittada qaytadi. Hali xalqimizda 40 kunda qaytadi va 40 sekundda deyapti-yu. Hozir 40 sekundda ham 40 ta bo'lib tashing, bittasida qaytadi. Zino bilan hazillashmasin hozir erkak. Bo'laman bugungi kunda. Qarza kirib ketyaptimi? Boshi musibatdan chiqmayaptimi? Ish yurishmayaptimi? O'sha erkak o'ziga bir qarab qo'ysin. Nima ishlar qilayotganini. Chunki zino rizq kesadigan yomon, iflos narsalardan bittasi. Erkak kishi uchun. Chimildiqni bilamiz, muqaddas joy. Er-xotin birinchi kechada nimalarni gaplashish kerak birinchi kechada? Chimildiqdanmi? Keling, yaxshi savol berdingiz. Shu chimildiqdagi bitta narsani o'zgartiraylik. Chimildiqda bilasizmi, erkak kishi ko'p talablar qo'yadi xotiniga. Ularga o'rgatayotgan odamlar ham ko'p talab qo'yadi. Meni hurmat qilasan, ota-onamni hurmat qilasan, aka-ukalarni hurmat qilaman, qilasan, keyin men sendan rozi bo'laman. Erkak kishi bitta ko'proq gapiradi chimildiqda. Ya'ni shuni buzib tashlaylik. O'rniga nima qilaylik? Xuddi shu savolni ayol kishi bersin eriga. Nima dedim? Begim, men sizdan nimani kutyapsiz? Men siz uchun nima sharoitni beray? Siz mendan nima kutyapsizki, ayting, men o'shani bajo keltiray, siz mendan rozi bo'ling desa. Ko'ryapsizmi? Bu yerda bitta narsa. Birinchi kechada ham majburiyat yuklanyaptimi? Yaxshi bas. Majburlangan narsa bo'lmasligi ham mumkin. Ba'zi bir tarbiyali qiz olib ketishi mumkin buni, lekin majburlansa yaxshi bas. Buni taklif bilan ayol kishi bersa, erkak kishi bunga o'z taklifini bildirsa, keyin go'zal bo'ladi. Keyin aytsa erkak kishi, ota-onamni rozi qiling, aka-ukalarni hurmat qiling, keyin men sizdan rozi bo'laman desa, xo'p bo'ladi. Birinchi kechadan kirib, meni hurmat qilasan, ota-onamni hurmat qilasan, aka-ukamni hurmat qilasan desa, bu bitta u kibr yo'l qo'ymaslik imkonchimcha odam. Menimcha hech qaysi qiz bu savolni bermaydi. Shuning uchun aytyapman-da. Bunaqa deyish uchun yaxshi tarbiya olgan bo'lish kerak. Ota-onalar mana shu yerda ishlash kerak. Ko'rasizmi qanday go'zal. Begim, men siz uchun nima qilsam, siz mendan rozi bo'lasiz desa, keyin erkak kishi rozi bo'ladigan amallarni sanab bersa, birinchi kecha ham go'zal bo'ladi.